Assalomu alaykum. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hafta davomida amalga oshirilgan ishlar, profilaktik hamda tezkor tadbirlar, sodir etilgan jinoyatlar tafsiloti, shuningdek jamoat va yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlar haqida ma'lumot beruvchi Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan Ichki ishlar boshqarmasi hafta davomida ko'rsatuvining navbatdagi soni e'tiboringiz markazida. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasida navbatdagi video konferensiya aloqa yig'ilishi o'tkazildi. Buxoro viloyati Vobkent tumanidagi Karimgaron mahallasida jinoyatchilikning barvaqt oldini olish Chilonzor tajribasi asosidagi yangicha yondashuv amaliyotga tatbiq etilmoqda. Buxoro viloyati huquqni muhofaza qiluvchi organlarida xizmat qilayotgan xodimlar o'rtasida sportning milliy kurash turi bo'yicha viloyat birinchiligi musobaqasi bo'lib o'tdi. Ichki ishlar organlariga munosib nomzodlarni saralab olish maqsadida Buxoro davlat universitetida yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Endi o'tgan hafta davomida viloyatimizda sodir bo'lgan jinoyatlar haqida ma'lumot bersak, hafta davomida jami 174 ta jinoyatlar qayd etilgan bo'lib, shundan 75 tasi fosh etilgan. Sodir etilgan jinoyatlarning 51 tasi firibgarlik, 52 ta o'g'rilik, 3 ta yo'l transport hodisasi, 7 ta holatda boshqa turdagi jinoyatlar sodir etilgan. Shuningdek, viloyat ichki ishlar organlari hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining qidiruv maxsus tezkor profilaktik tadbir davomida 8 ta qidiruvdagi shaxslar ushlandi. Joriy yilning 5-aprel kuni Romitan tumani Sho'rcha mahalla fuqarolar binosida Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, tergov boshqarmasi boshlig'i ishtirokida navbatdagi sayyor qabul o'tkazildi. Jismoniy va yuridik shaxslar, shuningdek, viloyat ichki ishlar organlari xodimlari uchun tashkil etilgan ushbu ochiq muloqot xalq dardi bilan yashashning yorqin amaliy ifodasi bo'ldi. Romitan tumani Sho'rcha mahalla fuqarolar yig'ini binosida Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, tergov boshqarmasi boshlig'i ishtirokida navbatdagi sayyor qabul o'tkazildi. Jismoniy va yuridik shaxslar, shuningdek, viloyat ichki ishlar organlari xodimlari uchun tashkil etilgan ushbu ochiq muloqot xalq dardi bilan yashashning yorqin amaliy ifodasi bo'ldi. Samimiy ruhda kechgan tadbirda 20 dan ziyod fuqaroning sud, huquq va kundalik xizmat faoliyati bilan bog'liq murojaatlari batafsil eshitildi. Qabulga kelganlarning aksariyati firibgarlik holatlaridan jabr ko'rgan va o'z mulkini qaytarishga amaliy yordam so'ragan fuqarolar bo'ldi. Bundan tashqari tergovga qadar tekshiruv hamda dastlabki tergov jarayonlarining xolisligini ta'minlash, oilaviy kelishmovchiliklar hamda yo'l harakati xavfsizligi masalalariga oid e'tiroz va takliflar chuqur tahlil qilinib, huquqiy tushuntirishlar berildi. Bildirilgan muammolarning aksariyati rahbariyatning aralashuvi bilan shu yerning o'zida ijobiy hal etildi. Qo'shimcha o'rganish va huquqiy baho berish talab etiladigan murakkab holatlar yuzasidan tegishli sohaviy xizmat rahbarlariga aniq topshiriqlar berilib, ularning ijrosi alohida nazoratga olindi. Ochiqlik va shaffoflik prinsiplari asosida tashkil etilgan bu kabi sayyor qabullar inson huquqlarini himoya qilishning amaliy namunasi hisoblanib, xalq hamda davlat idoralari o'rtasidagi ishonchni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasida joriy yilning 6-aprel kuni boshqarma boshlig'i o'rinbosari, ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmat boshlig'i rahbarligida navbatdagi haftalik yig'ilish video konferensiya aloqa shaklida bo'lib o'tdi. Va tadbir an'anaga muvofiq O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi sadosi ostida boshlanib, unda boshqarma boshlig'ining o'rinbosarlari, sohaviy xizmat rahbarlari hamda barcha shahar va tuman ichki ishlar organlarining shaxsiy tarkibi ishtirok etdi. Yig'ilish kun tartibiga ko'ra, joriy yilning birinchi choragi davomida jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar hamda yo'l qo'yilgan kamchiliklar chuqur tahlil qilindi. Shuningdek, kiberjinoyatlarga qarshi kurashish, ularning oldini olish va fosh etish borasidagi ishlar viloyatdagi barcha mahallalar kesimida muhokama qilindi. Bundan tashqari, Buxoro shahar hududida Chilonzor tajribasi asosida jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, kuch va vositalarni taqsimlash hamda boshqarishdagi mavjud muammolar tanqidiy ko'rib chiqildi. Kun tartibidagi navbatdagi muhim masala shaxsiy tarkib o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka rioya etish holati bo'ldi. Dastlab xodimlarni hushyorlikka chorlovchi korrupsion holatlarning ayanchli oqibatlari hayotiy misollar orqali ochib berilgan maxsus videorolik
namoyish etildi. Ta'magirlik va vakolat doirasidan chetga chiqish kabi illatlarga nisbatan mutlaqo toqatsizlik munosabati shakllantirish bo'yicha barcha xodimlar qat'iy ogohlantirildi. Tadbir davomida kiberjinoyatlarga qarshi kurashish borasida o'tkazilgan tanlov g'oliblari hamda o'z xizmat faoliyati davomida doimiy ravishda yuqori natijalarga erishib kelayotgan bir guruh xodimlar tantanali ravishda taqdirlandi. Yig'ilish davomida ichki ishlar organlari faoliyatiga oid qabul qilingan yangi qonun, farmon va qarorlarning mazmun mohiyati shaxsiy tarkib e'tiboriga yetkazildi. Buxoro viloyati Vobkent tumanidagi Charimgaron mahallasida jinoyatchilikning barvaqt oldini olishda Chilonzor tajribasi asosidagi yangicha yondashuv amaliyotga tatbiq etilmoqda. Aytish lozim, prezidentimizning 2026-yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida mazkur yo'nalishda Buxoroda ham yangi dasturlar shakllantirildi. E'tiborli jihati, davlat rahbari 27-yanvardagi yig'ilishda hali bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar ko'pligini va buning uchun ahamiyat qaratish lozim jihatlarni ochiq-oydin ko'rsatib bergach, hududlarda kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish borasidagi sa'y-harakatlar yangi bosqichga chiqdi. Bu esa qisqa fursatda o'zining ijobiy samaralarini bermoqda. Buni viloyatning Vobkent tumani misolida izohlaydigan bo'lsak, joriy yilning o'tgan davrida sodir etilgan jinoyatlar o'tgan yil mos davriga nisbatan 20% ga kamaydi. Har 100 ming nafar aholiga nisbat olganda jinoyatlar 15 tani tashkil qilmoqda. Bunda asosan firibgarlik, yengil tan jarohati yetkazish, yo'l transport hodisalari bilan bog'liq holatlar ko'pligicha qolyapti. Eng asosiy jihatlardan yana biri joriy yil birinchi choragida tumanda 3 ta o'g'irlik bilan bog'liq jinoyatlar sodir etildi. Demak, hali soha mutaxassislari oldida turgan ishlar talaygina. Muhtaram prezidentimiz tomonidan 2026-yilning 27-yanvar kunidagi ichki ishlar organlari xodimlarining o'sha tanqidiy ruhdagi o'tkazilgan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar yuzasidan mahalla yettligim bilan birgalikda jinoyatchilikni oldini olish borasidagi ishlarni juda ham kuchaytirganmiz. Shuningdek, mahallam hududida ertalabdan mahalla raisi bilan birgalikda kunlik ish rejani ishlab chiqib, kunlik davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan kunning oxirida yettlik bilan birgalikda qilingan ishlarni tahlil qilib, profilaktik ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Berilgan topshiriqlar asosida mahallani raqamlashtirish, ya'ni har bir ko'chalarini kirib chiqish joylarini video kuzatuv moslamalari o'rnatganmiz. Ya'ni mahallani qulf kalit shiori ostida birlashtirib kelmoqdamiz. Vobkent tumanida joriy yilning birinchi choragida qizil toifadagi mahallalar qolmadi. 39 ta mahalladan faqatgina 2 tasi sariq hudud sifatida qayd etilgan. Bunday natijaga erishish uchun amaliy ishlar tuman markazidagi Charimgaron mahallasidan boshlandi va belgilangan vazifalarni bajarish natijadorlikka olib kelishi o'z tasdig'ini topdi. 14 yildan beri mahalla tizimida ishlab kelaman. Muhtaram prezidentimizning xotin-qizlarga yaratilayotgan imkoniyatlardan bizning Charimgaron mahalla fuqarolari yig'ini xotin-qizlari juda ham mamnun. Charimgaron mahalla fuqarolari yig'ini hududida 2635 nafar xotin-qizlarimiz mavjud. Shundan har bir xotin-qizlarning muammolarini yechish, bandligini ta'minlash maqsadida ishsiz xotin-qizlarni aniqlab, har birini muammosiga yechim topish maqsadida tadbirkorlikka yo'naltiramiz. Psixologik, huquqiy yordamga muhtoj xotin-qizlarimizning ro'yxatlari shakllantirilib, psixologlar jalb etgan holda psixologik treninglar tashkillashtirilgan. Yana ularni qiynayotgan muammolar yechimi tegishliligiga qarab yechim topishga harakat qilib kelmoqdamiz. Qachonki biz har bir xotin-qizni bandligini ta'minlasak, ularni bir ish bilan band qilsakkina, o'sha oilada nizo kelib chiqmaydi. Nizo orqasidan turli xil jinoyatlar kelib chiqmaydi. Charimgaronda 18 ta ko'cha, 1660 ta xonadonda 6000 nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi. 5 ta umumta'lim maktabi, 19 ta bog'cha, 2 ta bozor, 1 ta sanoat zonasi va 300 ga yaqin maishiy va xizmat ko'rsatish shoxobchalari mavjud. Bu raqamlar tabiiyki hududda ishlar ko'lami ham nihoyatda kengligini anglatadi. Shundan kelib chiqib, belgilangan yo'l xaritasi asosida mahallada yangicha mexanizm shakllantirildi va jinoyatchilikni jilovlash borasida ijobiy natijalarga erishildi. Muhtaram prezidentimizning 2026-yilning 5-yanvar kunidagi birinchi sonli qarori yuzasidan yo'l xarita ishlab chiqdik. Ushbu yo'l xaritaga asosan kriminogen vaziyati hamda qizil toifaga kirganligi sababli ichki ishlar bo'limi boshlig'i mas'ul qilib biriktirilgan. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan mahallam hududida bo'lgan 18 ta ko'chaga mas'ullar biriktirildi. Ushbu mas'ullar hamda mahalla yettiligi hamkor tashkilotlar bilan birgalikda profilaktik ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Hozirgi vaqtga qadar 2026-yilning 3 oy davomida mahallam sariq toifaga kiradi. Bundan keyin mahalla yettiligi, tuman ichki ishlar bo'limi rahbariyati
tomonidan birgalikda profilaktik ishlarni kuchaytirgan holatda 2026-yilning 2-chorak davomida mahallam hududida jinoyatchilikni oldini olish hamda mahallamni yashil toifaga o'zgartirish uchun mahalla yetiligi hamda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda bor kuch-g'ayratimizni safarbar qilamiz. Ijtimoiy profilaktika tizimi doirasida mahallada 259 ta xulosalar shakllantirilgan bo'lsa, birinchi chorakning o'zida ularning 159 tasi hal etildi. Shundan 26 tasi hokim yordamchisiga, 32 tasi yoshlar yetakchisiga, 44 tasi xotin-qizlar faoliga, bittasi soliq inspektoriga, 133 tasi profilaktika inspektoriga, 23 tasi ijtimoiy xodimga biriktirildi. Bundan ko'rish mumkinki, mahalla yettiligi bilan hamjihatlik ijobiy samara bermoqda. Bizning 18 ta ko'chamiz bo'lib, bu 18 ta ko'chamizga mana shu ichki ishlar bo'yicha mas'ul xodimlarni biriktirdik. Mana shu ko'chalar bo'yicha notinch oilalar, tazyiq va zo'ravonlikka uchragan oilalar va mana shu yerdagi zo'ravonlikka uchragan va ishsiz bo'lgan fuqarolar, ichimlikka ruju qilgan fuqarolar bo'yicha yo'nalishlarni tuzib oldik va mana shu ishlar bo'yicha ishlarni amalga oshirmoqchimiz. Biz yo'l xaritada 2 ta ko'chani xavfsiz ko'chaga kiritdik. Bulardan biri Hamid Olimjon ko'chasi va Ziyo ko'chalarida. Mana shu ko'chalar bo'yicha qolgan 16 ta ko'chamizni ham kameralar qo'yapmiz. Tungi chiroqlar o'rnatib, xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha barcha ishlarni amalga oshiryapmiz-da. Bugungi kunda Charimgaron mahallasini yashil toifaga olib chiqib, men o'ylaymanki, xavfsiz hududga aylansagina aholi farovonlikka erishadi, tinch totuv yashaydi va birdamlikka erishamiz. Sababi tinch O'zbekistonimizda tinch mahallalar, osuda ko'chalar va farovon oilalar yarashadi. Hozirgi kecha kunduzda mahallada raqamlashtirish ishlari ham izchil olib borilmoqda. Ayni paytda hududga 200 ta video kamera o'rnatib bo'lindi. Shundan 33 ta kuzatuv kamerasi, 19 ta shaxsni tanib oluvchi, 15 ta davlat raqamini aniqlovchi qurilmalar nazorat ishlarini bir qadar yengillashtirdi. Birinchi chorakda bitta firibgarlik, bitta giyohvandlik va 3 ta boshqa turdagi jinoyatlar sodir etildi. Hozirda mas'ullar barcha yo'nalishlarda ishlarni yanada jadallashtirib, mahallani jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha faoliyat olib borishmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Dinamo jismoniy tarbiya va sport jamiyati Buxoro viloyati kengashining tegishli nizomi asosida o'tkazilgan bellashuvlar xodimlarining jismoniy tayyorgarligini oshirish, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish maqsadiga xizmat qildi. Buxoro shahridagi Semur sport majmuasida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari va harbiy xizmatchilar o'rtasida milliy sportimiz bo'lgan kurash bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Dinamo jismoniy tarbiya va sport jamiyati Buxoro viloyati kengashining tegishli nizomi asosida o'tkazilgan bellashuvlar xodimlarning jismoniy tayyorgarligini oshirish, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish maqsadiga xizmat qildi. Maydonda o'z vazn toifalari bo'yicha Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasining shahar va tuman bo'limlari, qo'riqlash xizmati, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda qorovul qo'shinlari va chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari g'oliblik uchun gilamga chiqdilar. Musobaqa har bir vazn toifasida murosasiz, shiddatli va qizg'in kurashlarga boy bo'ldi. Joriy yilning 3-aprel kuni huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar o'rtasida sportning kurash turi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqada viloyat terma jamoasi faxrli birinchi o'rinni egalladi. Harbiylar va huquq-tartibot idoralari xodimlarining jismoniy baquvvatligi, chaqqonligi hamda milliy sportimizning o'ziga xos usullarini qay darajada o'zlashtirganligi yig'ilgan muxlislar va hakamlar hay'ati tomonidan munosib baholab borildi. Bellashuvlar yakuniga ko'ra umumjamoa hisobida Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoasi mutlaq ustunlik bilan faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Ikkinchi o'rin favqulodda vaziyatlar boshqarmasi jamoasiga nasib etgan bo'lsa, uchinchi o'rinni qo'riqlash xizmati xodimlari hamda chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari band etishdi. Tadbir so'ngida g'olib va sovrindorlarga tashkilotchilar tomonidan maxsus diplom, medallar hamda esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Respublikamiz miqyosida o'tkazilayotgan yoshlar o'rtasida giyohvandlik va psixotrop moddalarning tarqalishi va iste'molini oldini olish oyligi doirasida Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Buxoro davlat universiteti talabalari bilan profilaktik uchrashuv tashkil etildi. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarni asr vabosi bo'lgan giyohvandlikdan asrash hamda ularda turli xil jinoyatlarga qarshi mustahkam immunitetni shakllantirishdan iborat bo'ldi. Muloqot davomida mutaxassislar tomonidan
tomonidan talabalarga bugungi kunda avj olayotgan yangi turdagi sintetik giyohvandlik moddalarining inson salomatligi va genofondiga yetkazayotgan salbiy oqibatlari tushuntirildi. Shuningdek, yigit-qizlarning huquqiy bilimlari oshirilib, qonunchilikdagi qat'iy jinoiy javobgarlik choralari haqida batafsil ma'lumot berildi. Respublikamiz bo'ylab olib borilayotgan giyohvandlikka qarshi kurash ishlari davomida mana bu aprel oyi davomida Buxoro davlat universitetida ham giyohvandlikka qarshi kurash tadbirlari amalga oshirib borilyapti. Shu jumladan bugun ichki ishlar xodimlari tomonidan mana talabalarimiz uchun videoroliklar namoyishi, flayerlar taqdimoti bo'ldi. Talabalarimizning huquqiy bilimlarini oshirish maqsadida ularga demak o'sha giyohvand moddalarning iste'moli va tarqalishida ishtirok etmasligi haqida tegishli ko'rsatmalar berib o'tildi mutaxassislar tomonidan. Ishtirokchilarda bu illatga nisbatan nafrat uyg'otish maqsadida giyohvandlik moddalari savdosi bilan shug'ullanib, panjara ortiga tushgan shaxslarning qilmishidan pushaymonligi aks ettirilgan ta'sirchan videorolik namoyish qilindi. Tadbir yakunida yoshlarga zarur tavsiyalar va shubhali holatlar yuzasidan tezkor xabar berish uchun maxsus kol markaz raqamlari tushirilgan targ'ibot bukletlari hamda flayerlar tarqatildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni hamda Ichki ishlar vazirligining tegishli buyruqlari ijrosini ta'minlash maqsadida xodimlar o'rtasida futbol musobaqalari tashkil etilmoqda. Xususan, joriy yilning 1-aprel kunidan 7-apreliga qadar Buxoro viloyatida ushbu nufuzli Ichki ishlar vaziri kubogining guruh bosqichi uchrashuvlari bo'lib o'tmoqda. Musobaqaning mintaqa bosqichini yuqori saviyada tashkil etish uchun Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan maxsus ishchi guruh tuzilgan. Jamoalar vakillari hozirligida rasmiy qur'a tashlash marosimi o'tkazildi. Marosimda musobaqa va hakamlik qoidalari yana bir bor tushuntirilib, jamoalarning o'zaro raqiblari hamda maydonga tushish ketma-ketligi ochiq, oshkora va shaffof tarzda aniqlab olindi. Tasdiqlangan taqvimga asosan mazkur guruh o'yinlarida Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi qo'riqlash departamenti hamda Buxoro, Xorazm va Surxondaryo viloyatlari ichki ishlar boshqarmalari terma jamoalari o'zaro kuch sinashmoqda. Tartibga ko'ra guruh bosqichida eng yuqori natija ko'rsatib, 1 va 2 o'rinlarni egallagan jamoalar bevosita Ichki ishlar vazirligi kubogining final bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritdilar. Musobaqaning 1-kuniyoq tomoshabob va gollarga boy uchrashuvlar bilan yodda qoldi. Dastlabki kun natijalariga ko'ra Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Ichki ishlar vazirligi qo'riqlash departamenti o'rtasidagi bahslarda 4-2 hisobida Surxondaryo jamoasi g'alabani qo'lga kiritdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamda Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoalari o'rtasida bo'lgan bahslarda esa 7-0 hisobida Qoraqalpog'iston jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Murosasiz va qizg'in bahslarga boy bo'layotgan musobaqa ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Buxoro davlat universitetida Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati boshlig'i rahbarligida talaba yoshlar bilan keng qamrovli ochiq muloqot tashkil etildi. Tadbir avvalida universitet hovlisida Ichki ishlar boshqarmasining maxsus va harbiy transport vositalari ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Shuningdek, bino kiraverishida tashkil etilgan Qalqon jamoatchilik guruhining faol a'zolari bilan samimiy suhbat o'tkazilib, ularning qiziqishlari tinglandi. Shundan so'ng rasmiy yig'ilish ochiq deb e'lon qilindi va boshqarma boshlig'ining o'rinbosari so'zga chiqib, yoshlar tarbiyasi, vatanparvarlik va jamiyatdagi faollik mavzusida ma'ruza qildi. Uchrashuvning asosiy qismida Ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari minbarga chiqib, tizimdagi mavjud xizmat turlari haqida atroflicha ma'lumot berishdi. E'tiborli jihati shundaki, har bir soha bo'yicha xizmat olib borayotgan yosh xodimlar o'z xizmat liboslarida sahnaga ko'tarilib, talabalarga o'z yo'nalishlarini jonli tarzda namoyish etishdi. Vatan himoyasiga kamarbasta bo'lish istagidagi yoshlarga ichki ishlar organlarida ishlash tartibi, xodimlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, imtiyoz va keng imkoniyatlar mas'ullar tomonidan sodda, tushunarli tilda tushuntirildi. Tadbir ochiq muloqot va qizg'in savol-javoblar bilan davom etdi. Talabalar o'zlarini qiziqtirgan masalalar, xususan tizimga ishga qabul qilish tartib-qoidalari hamda xavfsiz turizm yo'nalishi bo'yicha savollar berishdi va o'z takliflarini bildirishdi. Bugun bergan savolim bu mening ingliz tili darajam qanday qilib kelgusida
ichki ishlar boshqarmasiga ishlashga yordam berishga savol berganimda, ular menga shunday javob berishdiki, ingliz tili bilish darajam bu menga ko'plab imkoniyatlar eshiklarini ochib berishini bilib oldim va bu bugungi suhbat menga ko'plab motivatsiya berdi. Shuni o'zimga maqsad qilib qo'ydimki, ichki ishlar boshqarmasi Tourist Police xizmatiga ishga kirishga niyat qildim. Communication, cooperation and professional development in this area. Shuningdek, ichki ishlar xodimlari tomonidan vatanparvarlik ruhidagi she'rlar o'qib eshittirildi. Shundan so'ng so'z navbati ichki ishlar boshqarmasi faxriysiga berildi. Uzoq yillik tajribaga ega ustoz bugungi kunda yoshlar uchun yaratilayotgan sharoitlarni o'z davri bilan taqqoslab, ilgari bunday ulkan imkoniyatlar bo'lmaganini alohida ta'kidladi. Tadbir davomida boshliq o'rinbosari yoshlarga o'z ustida ishlashni maslahat berib, har kuni kamida 20-30 sahifa kitob mutolaa qilishni tavsiya qildi. Tadbirning yakuniy qismida universitetning o'quv ishlari bo'yicha prorektori professor so'zga chiqdi. U Turkmaniston Respublikasida o'tkazilgan xalqaro matematika olimpiadasi g'oliblarini yig'ilganlarga tanishtirdi. Zafar quchgan 10 nafar iqtidorli talabaga boshqarma rahbariyati hamda universitet rektori tomonidan zal markazida mukofotlar tantanali ravishda topshirildi. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan ichki ishlar boshqarmasi hafta davomida dasturini tomosha qildingiz. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Tinchlik, xotirjamlik hamrohingiz bo'lsin. Yangi haftaga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.